Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbarligida favqulodda vaziyatlarda davlat tizimi xizmatlari bilan hamkorlikda Jizzax tibbiyot klasteri hududida maxsus taktik o'quv mashqi tashkil etildi. Ushbu mashg'ulotdan ko'zlangan asosiy maqsad favqulodda vaziyatlar sodir bo'lgan holatlarda xizmatlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni mustahkamlash, tezkor va muvofiqlashtirilgan harakatlarni yo'lga qo'yish hamda mavjud kuch va vositalarning shaylik darajasini amaliy jihatidan sinovdan o'tkazishdan iborat bo'ldi. O'quv mashqi tibbiyot klasteri hududida shartli ravishda favqulodda vaziyat yuzaga kelgan deb e'lon qilinib, qutqaruv bo'linmalari, tez tibbiy yordam xizmati, ichki ishlar organlari hamda boshqa tegishli tuzilmalar tomonidan hamkorlikdagi harakatlar bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Mashg'ulot davomida jabrlanganlarni xavfsiz hududga evakuatsiya qilish, ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, yong'in va boshqa xavf omillarini bartaraf etish, hududni o'rab olish va jamoat tartibini saqlash, shuningdek muassasa ichida xavfsiz muhitni tiklash bo'yicha ko'rgazmali amaliy harakatlar namoyish etildi. Ayniqsa har bir xizmatning vazifasi aniq taqsimlangan holda o'zaro tezkor axborot almashinuvi va muvofiqlashtirish mexanizmlari amalda sinovdan o'tkazildi. Bugungi kunda tibbiy va texnogin tusdagi favqulodda vaziyatlar soni ortib borayotgani, ularning oldini olish va sodir bo'lgan holatlarda oqibatlarni tezkor bartaraf etish masalasi har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois bunday amaliy o'quv mashg'ulotlari orqali xizmatlarning doimiy shayligi ta'minlanib, aholi farovonligini kafolatlashga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar samaradorligi oshirilmoqda. O'quv mashqi yakunida ishtirokchi xizmatchilar harakatlari tahlil qilinib, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, kuch va vositalardan yanada samarali foydalanish hamda kelgusidagi hamkorlikni mustahkamlash yuzasidan tegishli topshiriqlar berildi.